Evliyalar qıssisi Fengsheng Di bu degan kinoni ko'rdinglarmi? Men o'tgan g'arb sayohatini so'zlagan vaqtimizda ayrim kino o'qib ishlangan Sanda Baygojin, New York qatorliqlardagi g'arb sayohatni yaxshi ishlangan, Tosham intan voyaga yetgan degan. Endi Fengsheng Di buni ko'rsanglar, ma'nodagi Tosham suzuklik darajasi resmi xovlay bu, Hollywoodning Disney'ning Tosham alayda unumlik darajasiga yetgan haqiqatan. Hem bunundaki artistlermi rolini voyaga yetkazayotgan. Artistni tundinglar qachon? To'g'ri, bu artist naqslar ko'z kelib ketmaydigan taslimchi Sungjang deganning rolchisi shu Li Xuejian Laoshi. Bu artist mush filmdagi roli davlatimizning 36-qatimliq Jungo Oltin Xo'roz mukofoti eng yaxshi yondosh boshburustaj mukofotiga erishdi. Ovozni anglab g'alitlik his qilgansizlar. Bu ustoz 1954-yil tug'ilgan. Bu yil 69 yoshga kirdi. Yeshining cho'ng bo'lib qolganligi ham ma'lum kasallik tufaylidan hamma sang'iz bo'g'izni nima demoqdan shu operatsiya qildiribdi qo'ydi. Shuning bilan hozir normal gap qilishmi sal qiyin bo'lib qolgan. Endi ma filmda Andin Liuliang Dichuar Sargardan Yersharning ikkinchisi bo'lgan ko'rgan bo'g'oytinglar. Garchi ovozi sal yaxshi bo'lmagan bilan rolni nihoyat voyaga yetkazib, yanshon joylar qarab beqinglar. Intayni voyaga yetkazib o'ynayotgan. Qaranglar, ma'ni haqiqiy san'atga bo'lgan ruh deymiz. Bu odam 69 yoshga kirdi. Qashlaydigan puli yetib oshdi buning. Bir e'longa chiqsa, hech nim qilmay mahsulotmanda tutib kulib turib basimi? Palan pul kildi bununğa. Kino ishlash jarayonidan intayin jafoliq ish bu. Nihoyat erib, charchab ketdi. Demakchi, bu artistning ota-aytan bu jafo tortib, bu pul topay deyishning zaruriyati yo'q amaliyotda. Nima ish qilyapti? Shu kasb bo'lgan o'tdek bir ishtiyoq, kasb bo'lgan hurmat, qizg'inlik tufaylidan hozirgacha shunday obrazlarni yaxshi yaratib kelyapti. Ba'zilar deyish mumkin, "Voy men Sungjangni ko'rib bu artist o'shib qolgan, ko'zimgash xo'shamatchi, taslimchi, saxtbas ashundaqli ko'rindi" deb. Endi Subuyda nomli asarning aslisini o'qib baqsanglar, bu yerdagi bu Li Xuejian Laoshining bu Sungjang obrazini haqiqatan Shinayan yozgandek asldikdek voyaga yetkazib o'rilayotganligini his qilsizlar. Buning eliqi gap qilishlari, kulishlari, ship mengishlari, eliqi igilishlari tazim qilib turishi. Endi ma artist shu asli asarni o'qib, Sungjang degan qandoq kelgan rolga obraz rasmiy kirib turib olgan obraz. Shuning uchun yana 20-30 yillardan keyinmi Sungjang degan gap chiqsa, tunjulib mash obraz kallimizga kelishi muqarrar. Xuddi bu artist aslida mashrolni elish uchun yaratilgandeklar-ku. Endi ma'u boshburusni qarasanglar, bu rolni nihoyat yaxshi evatgan. Bu artist Jungo Tayvanlik Xunshuga shun chiroyi qarasanglar intayin qamlashgan. Bu artist 1960-yil tug'ilgan. Asli modelning naqshchisiga. Bu yil 63 yoshda. Lekin ma film qarasanglar, ma chiroy, ma badan, muskullari, mash filmga mash rolni voyaga yetkazish uchun bu ras cheniqib muskul mashqlarini qilib, ma obraz rasmiy kirgan. Rolni bak tushgan. Hem o'zimni yaxshi o'ynayotgan. Evliyalar qisning birinchi bilmay men yangi chiqqanini ko'rsanglar, hey deb ketisizlar. Haqiqatan yaxshi shilinibdi uchun mayli rolchilar, mayli suzuklik darajasi, mayli to'shav, mayli vaqalik. Uning ustiga eng oxirida Saydan ranglik tuxum bor. Ya'ni ikkinchi bo'limga munosabatlik Zhang Ziyaga kelib to'xtab qoldi. Zhang Ziyaning rolini kim yapti? Huang Bo yapti. Huang Bo Zhang Ziyaning obrazini yaratibdi. En oxirida Zhang Ziyani ham deylik alvasının qog'ilari kelib, buning bog'lig'ini o'qib qoldi. Shuning bilan tugadi. Ikkinchi bo'limni qanday qo'yib ketadi deb qiziqib turyapmiz. Zhang Ziyadan boshqa yana Arlanshan chiqdi, Noja chiqdi. Barbara keyingi bo'limlarda endi g'arb sayohati munosabatlik bizga tunishlik qilib avliyolarni davomli chiqishi mumkin. Bu filmni hammanglarning bir qatim ko'rib beqishni tavsiya qilaman.